eng ko'p jannatga kiradigan insonlarning xislatlari qanday bo'ladi? Qaysi amallar ko'proq insonni jannatga kirgizadi degan savol bo'lsa kerak. Qur'oni Karimda jannat va'da berilgan oyatlarda ko'pida amanu va amilus solihat, amanu va amilus solihat. Umumiy aytganda inson iymoni va solih amali. Har xil, masalan, ba'zi bir odam jannatga bitta yo'ldagi bir cho'pni olgani uchun jannatga kirib ketdi. Yana bir inson ya'ni masalan bir itga suv berib qo'ygani uchun kirib ketdi. Alloh taolo yaxshi amallari ichiga o'zini roziligini yashirib qo'ygan. O'sha qilgan amalingiz qaysi o'rinda xolisroq bo'lsa, qaysi o'rinda tasirliroq bo'lgan bo'lsa, ajri ko'p bo'ladi. Lekin albatta mana amali buni oxiratda bilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan jannatga eng ko'p kirgizadigan amal haqida so'ralganda Rasululloh aytganlarki, at-taqvo va husnul xulq deganlar. Taqvo, husnul xulq deganlar, yaxshi xulq deganlar. Do'zaxga eng ko'p olib kiradigan og'iz va farj dedilar. Og'iz, til, keyin farj o'sha avrat, zino, shunaqa masalasida insonlar ko'p do'zaxga tushadi dedilar.